Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar. Hozir bitta juda ham qiziq savol tushgan. Ya'ni quloq bitib qolishi bu xavflimi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Men Murodov Ilyos Saymovich, mana shu lor sohasi bo'yicha 25 yillik stajga egaman. Hozir o'zimni praktikamdan kelib chiqqan holatda sizga javob berishga harakat qilaman. Ya'ni quloq bitib qolishi xavflimi? Albatta bu quloq bitib qolishining sabablari juda ham ko'p. Ya'ni lor kasalliklari sabablari bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy misol, masalan, quloq kiri to'planib qoladi. Siz dushga kirdingiz yoki basseynda cho'mildingiz, quloqingiz bitib qoldi. Bunda lor shifokorga murojaat etsangiz, quloq chirkini yuvadi va bu darddan xolis bo'lasiz. Bu eng yengil darajadagi narsalar. Yana bir xil vaqtlar quloq bitib qoladi. Bizga murojaat etgan vaqtda ham biz ko'ramiz, masalan 25 yil stajga ega bo'lsak ham kamerada ko'ramiz, endoskopda tekshiramiz. Tekshirib o'tgan vaqtimiz ham buni muammosini o'ylab, mingta fikr qilib, keyin javob beramiz. Bir xil vaqtlar masalan tekshiruvlarga o'tkazamiz yoki terapevtga yuboramiz. Ko'plarda, masalan yosh kattalarda bo'ladi, qon bosimi oshadi. Ya'ni arterialni gipertenziya deymiz. O'sha vaqtda ham quloq bitadi. Quloq bitib, quloqda shovqin paydo bo'ladi. Va ular ko'pincha bizga murojaat etadi. O'sha vaqt davleniyasini o'lchab ko'rsak, davleniya baland. Shuning uchun quloq bitib qoldimi, albatta mutaxassisga ko'rinish shart. Bunga yengil qarash kerak emas. Albatta bu sog'ligingiz o'zingiz uchun kerak. Bu sog'liq faqat o'zingiz uchun, o'sha sog'liqni saqlash kerak. Agarda sizda mana shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat etishingiz mumkin bemalol. Bizlar sizlarga o'zimizni praktikamizdan holatda sizga yordam beramiz. Bundan-da yaxshi kontentlar o'tkazib olmaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Agar lor sohasida muammo bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilishingiz mumkin. Sizlarga bemalol yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Sog' salomat bo'ling.